Teki suvdan iching. Akalar, mendan ko'pchilik loyli rastvor bilan semontli rastvor farqini aytib beringlar deyishadi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu obyektimiz loyli rastvorga terilyapti. Xo'p, loyli rastvor bilan semontli rastvor farqini sizlarga aytib beraman. Loyli rastvorda 600 so'mdan g'isht terishadi, semontli rastvor 50 so'm, 100 so'm farq qilar ekan, qimmatroq bo'lar ekan. Sababi semontli rastvorimizni o'ziga yarasha mashaqqati bor, issiq kunda qotib qolar ekan. Loyli turpog'imizning afzallik tomoni, bir havo turpog'imizda 500 ming bo'lar ekan, 22 mingta g'ishtga yetar ekan. Semontli rastvorimizga bo'lsa 6,5 million pul ketar ekan. Semontli rastvorimizni hisoblab chiqamiz sizlar bilan. Bir havo qumiz 4 million 4,5 million atrofida bo'lar ekan, 3 tonna semon ketar ekan. 3 tonna semoni 8 so'mdan bo'lganda 2 million 400 ming bo'layotgan ekan. Semontli rastvori bilan turpoqli rastvori farqi 6 million bo'lar ekan. Cho'nchaklarga qarab ish ko'rasizlar. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, eslab qolinglar, bizda g'isht bor.